12 yoshli qizingiz ham bemalol tayyorlay oladigan mazali tort tayyorlaymiz. Qolip kerak emas, kakao, razrxitsil hamda unni elakdan o'tkazib, aralashtirib olamiz. Kordona tuxumni, shakarni solib, oppoq bo'lgunicha ko'pirtiramiz. Oppoq bo'lgach sut hamda o'simlik yog'ini qo'shib 1-2 aylantiramiz. Unli massani teng 2ga bo'lib, venchikda yengil aralashtiramiz. Qolipga pergament qog'oz solib, xamirni quyamiz va tekislab qizib turgan duxovkaga jo'natamiz. Krem uchun kallexdan 33% qaymoqni muzdekina qilib idishimizga solamiz. Krem chizni ham muzdek solib, qand to'pasi vanilin bilan qattiq penka bo'lgunicha oppoq qilib ko'pirtiramiz. Yumshoqqina pishgan biskvit xamirini qand bo'laklariga o'xshatib kesib olishimiz kerak bo'ladi. Bu biskvit xamiri juda ham yumshoq hamda mayingina bo'ladi. Albatta boshqa tortlar uchun ham ishlatishingiz mumkin. Shiringina pishgan qulupnaylarni to'g'rab olib, idishimizga strech salafanni yaxshilab kiydiramiz va biskvit xamirini kremga aralashtirib, bir qismini qulupnay bilan terib chiqamiz. Bir qismini bo'lsa oddiygina kubik shaklida kesib, qulupnay, krem xuddi shu ketma-ketlikda terib chiqamiz. Bu biskvit xamiri juda ham yumshoq bo'lgani uchun kremga aralashtirmasdan xuddi men ko'rsatgandek qilib taxlab chiqishinglarni tavsiya qilaman. Ustini strech salafan yopib, sovutgichga 3-4 soatga jo'natamiz. Sovutgichdan olgandan so'ng ustiga yana ozgina krem quyib, yonlari bilan yaxshilab tekislab dumaloq shaklga keltiramiz va ustiga eritilgan shokoladni fantaziyangizga qarab bemalol quyib chiqsangiz bo'ladi va qulupnaylar bilan bezatamiz. Juda ham chiroyli hamda mazali, yumshoqqina bo'lgan osongina tortimiz tayyor. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring.